Bosh hakam Nurbek Sheraliyevning hushtagidan so'ng uchrashuv boshlandi. Hujum davom etadi. Mehmonlar va Lochin darvozasi jarima maydonchasi ichiga kirishga harakat qilib ko'rayotgan bir vaqtda Nikolay Ivanovga nisbatan qo'pollik ishlati va tezkor to'p o'yinga kiritildi. Xavfli vaziyat. Yana orqaroqdan demak hujumni boshlashga harakat qilinmoqda. Shahzod Abduvayetov ajoyib tarzda kirib borib xavfli zarba yo'llashi mumkin. Xavfli, ammo anchagina noaniq. 21-raqamli futbolchi Abduvohid Oqtoyev tomonidan ushbu zarba. Yaxshi, hujum davom etmoqda. Zarba gol! Yo'q, hozir bu yerda. Mana, hozir o'sha vaziyat. Juda ham ajoyib zarba, ammo to'p darvoza Lochin futbol klubi to'p bilan yana to'p oldinga yetkazib berildi. Juda ham ajoyib tarzda. Yaxshi. Birga bir vaziyatga chiqib ketish mumkin. Lochin futbol klubining hujumlari davom etmoqda. Zarba ko'ramizmi? Zarba! Anchagina xavfli zarba yo'llandi bu yerda. Darvozabonning mahoratini ham alohida jamoadoshlarini muqarrar goldan saqlab qolgan bo'lishi mumkin. Mana takroriy vaziyatni ko'ramiz. 17-raqamli futbolchi Nodirbek Mukarovning kuchli zarbasidan so'ng kurash olib bordi, ammo imkoniyatni boy berdi. Lokomotiv futbolchilari Lochin zarba va gol! 17-raqamli Nodirbek Mukarov Lokomotiv jamoasining xatosidan unumli foydalangan holatda jamoasining birinchi goliga mualliflik qilyapti. Aynan shu uchrashuv mana shu vaziyatga guvoh bo'lyapmiz. Zarba va gol. Bu yerda darvozabon ham ushbu zarbani bartaraf etishning uddasidan chiqa olmadi. Chap oyoqda ajoyib tarzda uzatilgan, yo'llangan zarba. Mana e'tibor bering. Bir harakat, ikkinchi harakat bilan esa bir himoyachi va darvozabon dog'da qoldirildi. Qadrli futbol ixlosmandlari, Qarshi shahridagi geolog o'yingohida Lochin Lokomotiv futbolchilari hozir Lochin futbol klubi jarima maydonchasiga kirib borishgan bir vaziyatda anchagina xavfli vaziyat yuzaga keldi. Uchrashuvdagi eng xavfli vaziyatlardan birini yuzaga keltira oldi Lokomotiv. Muhammadali Rimov hozir zarba yo'llagan edi. Burchak zarbasi amalga oshirildi. Xo'sh, darvozabon ushbu zarbani bartaraf etdi. Futbolchilar o'zaro Yovannesich hozir to'pni jarima maydonchasi ichiga uzatib berildi. Lochin futbolchilari ishonchli tarzda harakat qilgan holda ushbu zarbani bartaraf etdi. Xavfli vaziyatni edi esa juda qulay imkoniyat keng maydon bo'ylab hozir Lochin futbolchilari birga bir vaziyatga chiqib ketishi mumkin. Xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Zarba ko'ramizmi? Zarba, ammo Lochin futbolchilari xavfli hujum tashkil etishi mumkin. Juda ham yaxshi vaziyat yuzaga kelishi mumkin edi bu yerda. Hozir himoyachi, oxirgi himoyachi ishonchli harakat qildi. Endi esa birga bir vaziyat, zarba anchagina noaniq. Jarima maydonchasi ichiga kirib borgan bir vaziyatda Lochin futbolchilari ushbu xavfni bartaraf etdi. Lokomotiv futbolchilarining hujumi davom etadi. Xavfli zarba bu yerda hozir Muqaddas Zoirov tomonidan amalga oshirilgan edi. Ma'lumot berildi. Hujumlar anchagina xavfli ko'rinish olmoqda. Mehmonlarning navbatdagi yurishi o'ng qanotdan Muhammadiyev orqali boshlangan hujum orqali hozir Lokomotiv futbolchilari tomonidan xavfli zarba, ammo noaniq. Chap oyoqdan shu zarbani yo'lladi, ammo unga aniqlik yetishmadi. Mana e'tibor beramiz, kirib bordi, chap oyoqda zarba yo'lladi. O'sha yerda 99-raqamli Muqaddas Zoirov ham paydo bo'lgan edi. Ammo to'p anchagina noaniq. To'p bilan Lokomotiv futbol klubi futbolchilari yana oldinga borish uchun intilmoqda. Xavfli zarba amalga oshirildi bu yerda. 99-raqamli futbolchi Nurbek Sheraliyev
Darvozabon Akmal Rahimovga uchrashuvni davom ettirishi deb o'yin ko'rsatgan holda Superliga jamoalarini ham guruhda qolishini ta'minlagan holda guruh bosqichidan chiqishga muvaffaq bo'lgan edi. Navbatdagi kuchli, ammo aniq zarba. Bugun esa Lokomotiv futbolchilari jarima maydonchasi ichiga qadar hozir to'pni yetkazib berdi. Bartaraf etish kerak. Xavfli. Hozir Lokomotiv futbolchilari jarima maydonchasi ichida xavfli harakatlar amalga oshiryapti. Imkon berib qo'ymoqda hozir Lochin futbolchilari ana shunday bir vaziyatda xavfli zarba. Akmal Rahimov endi esa to'pni yana Lokomotiv futbolchilari o'yinga kiritib berdi. O'sha yuqorida zarba berilgan vaziyat va darvozabon Lokomotiv futbolchilari so'nggi soniyalarda ham oldinga borishga intilayapti. Lochin futbolchilari esa ishonchli tarzda tashkil etilayotgan hujumlarni bartaraf etyapti va ana shu yerda Nurbek Sheraliyev bugungi uchrashuvni yakunladi. Qadrli futbol ixlosmandlari, Qarshi shahridagi Giyolik o'yingohida Lochin hamda Lokomotiv jamoalari ishtirokida O'zbekiston Kubogi 2026 musobaqasi B guruhi birinchi tur uchrashuvini birgalikda kuzatib bordik va ushbu uchrashuvda Lochin jamoasi g'alaba qozondi. Gol muallifi Nodirbek Mukarov.